Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, hurmatli Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, sizdan iltimos qilardikki, mana shu insonga o'zi mana nogironligi bor shaxs saxiy boylar tomonidan uy berilgan ekan. Bugun 12-avgust 2026-yil mahalla raisi bilan yana bir mas'ul xodimlarni birgaligida xotining uyni notoza saqlaydi deb uyni qaytarib olib qo'yibdi. Biz nogironligi bor shaxslarni buytib saxiy boylar tomonidan uy berilib, yana qaytarib olib bizni xo'rlamasin. Ushbu video murojaatimizni qonun doirasida o'rganib chiqib, uyni bersa berarni, bermasa bermasligini asos keltirib, bu ham bir video murojaat, amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz. Mana ko'rib turibsiz ekranda, juda imkoniyati cheklangan fuqaro iloji bo'lsa mana shu skuterni ushbu skuterni ham kreditga olibdi. Prava nomer olishida ham bir amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Shafob mahallasidan bo'ldi. Albatta mas'ul shaxslardan bir ijobiy natija kutib qolamiz. Bu ham bir murojaat. Albatta yordam berasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.